Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Humoyun Haqqulov. Hayotimizni har doim o'zgartirishga harakat qilamiz, uni yaxshilashga harakat qilamiz. Yangi yil va'dalarini beramiz. Xo'sh, hayotimiz mana shu nuqtaga yaqinlashib kelib qolganida biz uni qanaqa qilib bilsak bo'ladi? Buni alomatlari bormi yoki yo'qmi? Bugun men sizlar bilan hayotingiz o'zgarishga juda ham yaqin qolganligini bildiradigan 8 ta alomat bilan o'rtoqlashmoqchiman. Birinchi eng muhim alomati bu sizni yillar mobaynida sizda shakllanib kelgan odatlarga bu yog'iga shubha bilan qarashni boshlashingiz. Bizda odatlar ko'pincha avtopilotda shakllanadi. Biz o'zimiz bilmagan holda hayotimizdagi ba'zi bir insonlar sabab yoki bo'lmasa hayotimizda sodir bo'lgan turli xil voqealar sabab ma'lum bir odatlarni shakllantirib olamiz va o'ylaymizki bu odatlar endi biz bilan butun umrga qoldi. Lekin hayotda shunaqangi insonning hayotida nuqta bo'ladi. O'sha nuqtaga yetgandan keyin u o'z odatlariga, ayniqsa salbiy odatlariga shubha bilan qarashni boshlaydi. Xo'sh, chekishni boshlagan bo'lsam nima qilibdi? Nahotki endi men bu narsani bir umr quli bo'lishim kerak degan savolni beradi. Mana bu inson hayotida eng birinchi alomatlaridan biri. Ikkinchi alomat, hayotimizdagi ba'zi bir insonlar bizni har doim o'z manfaatlari yo'lida bizdan foydalanishadi. Vaqt o'tgandan keyin hayotingizni, vaqtingizni, qadr-qimmatini tushunib yetganingizdan keyin atrofingizdagi har bir inson ham sizga xolis emasligini, ba'zi bir insonlar shunchaki sizdan foydalanish uchungina, sizni qo'shtirnoq ichida o'lja sifatida ko'rgani uchungina hayotingizda ekanligini sekin anglashni boshlaysiz. Bu afsuski ba'zan do'stlarimiz, tanish, hattoki qarindosh urug'larimiz ham bo'lishi mumkin. Bu narsani tushunib yetganingizdan keyin hamma narsaga ham ko'r-ko'rona xo'p demasdan ba'zi bir insonlar bilan aloqalarni uzishni boshlaysiz. Hayotingizdagi energiyangizni so'radigan vampirlarni ongli ravishda tozalashni qaror qilasiz o'zingizga va sizda o'ziga xos sovuqqonlik paydo bo'ladi. Ya'ni siz endi aybdorlik hissini his qilmasdan, o'zingizni o'qqa cho'qqa urmasdan ongli ravishda qaror chiqarishni boshlaysiz. Uchinchi alomat, maqsadli muvaffaqiyatlar hayotingizda endilikda biroz shubha uyg'ota boshlaydi. Ya'ni oldinlari asosiy hayot maqsadingiz boy bo'lish bo'lgan bo'lsa, endilikda hayotiy asosiy maqsadingiz balkim bu emasdir. Balkim endilikda bu sog'liqdir, tinchlikdir. Nima bo'lgan taqdirda ham avvallari sizga muvaffaqiyat bo'lib tuyulgan narsa hozirga kelib unchalik ham qiziq tuyulmayotgan bo'lsa, sizda nimadir o'zgartirish payti kelgan. To'rtinchi alomat yo'q deyish san'ati. O'z qarorlaringiz, o'z maqsadlaringiz va o'z vaqtingizni, e'tiboringizni himoya qilishni boshlaysiz. Ya'ni siz ertaga deylik soat 11 dan 1 gacha ma'lum bir ish ustida ishlashni reja qildingizmi? Demak, ana o'sha ish amalga oshishi kerak. Aksiga olib, ertaga soat 11 da yo 12 da sizni qaysidir tanishingiz qayoqqadir borishga taklif qilsa, siz yo'q deb aytishda o'zingizga kuch topishni boshlaysiz. O'zingizga bergan va'dalaringizni amalda daxlsizligini saqlab qolishga harakat qilasiz. Insonlar bilan rejalar tuzish, ular bilan bordi keldi qilish muhim, lekin bir narsani esdan chiqarmang. Insonlar siz bilan hisob-kitob qilishi shart. Har doim hammaga xo'p bo'ladi deyishingiz bu oxir-oqibat o'zingizga, maqsadlaringizga yo'q deyish bilan barobar. 5-alomat, o'zingiz bilan suhbatda o'zingizga nisbatan haqqoniy bo'lishni boshlaysiz. Biz ko'pincha o'zgara olmasligimizga sabab aksariyat qarorlar, niyatlar, maqsadlarni biz hech kimga bildirmasdan qo'yamiz va ularni unutib yuborganimizda, uddasidan chiqa olmaganimizda, qo'l siltab ketganimizda ham hech kimga bildirmasdan bu mavzularni yopamiz. Agar biz o'zimiz bilan bo'ladigan suhbatni haqqoniy yo'l asosida qurmasak, biz deyarli hech qachon o'zgara olmaymiz. Siz o'zingizni biroz tergashni boshlaysiz. O'zingizga nisbatan talabchanroq bo'lishni boshlaysiz. Keyingi alomat, tanangizga qayg'urishni boshlaysiz. O'zgarishlar ostonasida turgan inson o'z tanasi haqida sekin qayg'urishni boshlaydi. Avvallari siz bitta kino ko'rish jarayonida semichkalarni chaqib, gazli ichimliklarni ichib, har xil turdagi zararli narsalarni, shirinliklarni yeb qo'ygan bo'lsangiz, endilikda
bu narsalarni sekin cheklashga harakat qilasiz bosqichma-bosqich. Keyingi 7-alomat yangi bilim ko'nikmaligi sizda ehtiyoj paydo bo'lishi. Hayotda o'zgarishlar asosan savollar orqali sodir bo'ladi. Biz qachon bilimga chanqoq bo'lamiz? Qachonki bizda savollar bo'lsa. Biz qachon nimadirlarni o'rganishni xohlaymiz? Qachonki biz o'zimizdan qoniqmaslikni boshlasak. Sizni o'sishingizga sabab bo'ladigan va siz ko'pincha shunchaki o'zingizni o'y-hayollaringiz orqali javob topa olmaydigan chuqurroq savollar bo'ladi. Natijada siz ongli ravishda ana o'sha savollarga javob topish maqsadida kitoblarga, seminarlarga, har xil kurslarga va sizdan tajribaliroq bo'lgan insonlarga murojaat qilishni boshlaysiz. Eng so'nggi alomati yolg'izlik sizni tashvishga solmaydi. Biz yoshligimizdan sekin katta bo'lar ekanmiz, har doim atrofimizda insonlar qurshovida bo'lamiz. Dastavval ota-onamiz, opa-ukamiz, keyinchalik bog'chadagilar, sinfdoshlar, institut, keyin umr yo'ldosh. Xullas, zanjir bir-biriga shunchalik ulanib ketganki, inson hayotda deyarli yolg'iz qolmaydi. Lekin yolg'iz qolish bu tanlov emas aslida. Yolg'iz qolish bu inson hayotida yashab o'tishi shart bo'lgan davr. Chunki faqatgina inson yolg'iz qolgandagina u o'ziga, ya'ni ichkariga razm soladi. Avvallari hech qachon eshitmagan ovozlarni eshitadi. Ichdagi ovozni eshitishimiz tashqaridagi ovozdan uzoqlashganimizdagina bo'ladi. Agar biz ichdagi ovozni eshitmasak, hayotda ko'r-ko'rona yashashda davom etamiz. Lekin nimanidir topolmagandek, nimadir yetishmayotgandek bo'ladi. Keyingi videolarda men sizlar bilan boshqa mavzularda yana Xudo xohlasa gaplashgan bo'laman. Sog' salomat bo'linglar.